Agar bo'yansam, men ham chiroyli bo'laman va men bilan hamma do'stlashadi. Ana, endi maktabdagi eng chiroyli qiz bo'ldim. Hammaga ko'rsatib qo'yaman. Maktabda hamma qizlarning yubkasi kalta. Meniki ham kalta bo'lsa, chiroyli ko'rinaman. Hamma menga qarayapti. Chunki juda ham chiroyliman. Lira, siz bizning maktabimizdagi eng boy va eng chiroyli qizsiz. Bu yerga kelganingizdan beri hamma sizni yoqtiradi. Bilaman, axir onamning modellik agentligi bor. Ana, uni qaranglar. Hey, maxluqcha, kel, senga chiroyli makeover qilamiz. Bu yaxshi bo'lardi. Yaxshi chiqyaptimi? Juda ham chiroyli bo'lding. Ahmoqlar! Hammangizdan nafratlanaman. Nega men bunchalik omadsizman? Hatto o'z onam ham meni yomon ko'radi. Men kompaniyamga mos qiz izlashim kerak. Shoshma. Ana u yerda o'tirgan qiz modellikka juda mos ekan. Sal ishlov berish kerak.